Mana assalomu alaykum hammaga. Kecha bitta video ko'rdim-da. Archa o'yinchoq deyotgan narsanglar. Hurmatli klientjonlar, klient xonlar. Va-первых, bu archa o'yinchoq emas. Tortni yasatish uchun yasatiladigan bezagi hisoblanadi. Mana har xil rangi bor. Bilmasanglar bilib olinglar, mana tortni narsalari bu yerda. Mana tortni ustiga qo'yadigan korona bormi, boshqa bormi? Mana tartaletka, cupcake'larniki. Mana har xil rangi bor. Hey, o'qimaganlar. Bu archa o'yinchoq emas. Qaytaraman. Tortni yasatish uchun sizlarga yanini so'raysizlar-yu. 200 mingga tortinglar bormi? 300 mingga tortinglar bormi deb so'raysizlar-yu. O'shanaqa tortlarga qo'yiladigan narsa bu. Tushundinglar? Va-первых, yozdi, shokoladli erib ketadi klient oldiga yetib borguncha Yandexda. Archa o'yinchoq emas bu, qaytaraman.